mandan yoshi necha yosh kichkinalar, masalan, Bonu opa desa mani, men aytaman, opa demang, Bonu during bemalol deyman. Qaytaga yosh ko'rsatadi-ku. Opa qo'shimchasi nima kerak? O'zidan katta ko'rsatib. deb yuraversanglar-chi, isminglarni eshitganda xursand bo'lib. Opa nimaga kerak? Opalar. No, endi sansirash lekin o'sha boshqacha. Men ham sansiragan odam, birinchi anaqadagi yomon ko'raman. Masalan, men ham o'zimdan necha yosh kichkina bo'lsa ham, birinchi sizlab, hammani sizlab o'zi gaplashaman. Keyin agar neudobno bo'lsa menga, men so'rayman. Ruxsat so'rayman. Sansirasam bo'ladimi deyman. Ha desa, ha, yo'q desa, yo'q, xafa bo'lmayman. Вот shunaqa, menda ham shunaqa, necha yosh katta bo'lsa ham, agar men sansirab gapirsa, menga yoqmaydi u. So'rash kerak mendan. Kichkina bo'lsa ham shunaqa so'rash kerak. Даже men kichkinalarga ham ruxsat bermayman, sansiravringlar deyman. Tanishim bo'lsa yaqin, конечно. Shunaqa. Так что kimdan mendan kutmanglar opa deyishni. Endi lekin вообще sansirash bilan opa dedirish u boshqa-boshqa tema deyman.